Adabiyot gulshani. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Ma'naviy ozuqa ulashuvchi badiiy adabiyotga bo'lgan hurmatingiz hamisha baland bo'lsin deya dastur taqdimotiga kirishamiz. Studiyada boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Muhtaram muxlislar, avvalgi dasturimizda Toshkent yuridik universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti Nasiba Bozorova bilan qit'a janri xususidagi suhbatni davom ettirishni va'da qilgan edik. Demak, yana mamnuniyat bilan so'zni ustozga beramiz. Marhamat. Alisher Navoiyning Favoidul Kibar devoniga kiritilgan qit'alari shoirning o'zi e'tirof etganidek har bitta janr an'anaviy tarzda hamd va nat bilan boshlangan. Mazkur qit'alar ham hamd, ya'ni Alloh taoloning sifati haqidagi qit'a bilan boshlangan. Uning salohasiga diqqat qiling. Favoidul Kibar muqattaotining sarsuxanlari Razzoq alal itloq banda ro'zisin muqaddar qilib tur, say bila ortmasida aytur. Ya'ni Favoidul Kibar qit'alarining boshlanishi Haq taolo bandasining qismatin chun azal devonida qilmish raqam. Ya'ni tahlil qilib ketaveraman. Alloh bandasini qismatini azal devonida yozib qo'ygan. Ya'ni hali tug'ilmasdan uni rizqi, fe'li, xo'yi, atvori, boshqa narsalar unga qismat qilib qo'yilgan. Chun aning tag'yiridan imkoni yo'q, negakim qilmish o'zi javful qalam. Uni tag'yir, ya'ni uni o'zgartirib bo'lmaydi. U shunday azalda bitilgan. Kimki andin ortiq, o'ksik istagay, bordir aning jahli ortiq, aqli kam. Ya'ni kim undan ko'pini istasa yoki kamini istasa deydi, u jahldor, aqli yo'q kishidir. Tengri ehsoniga shod o'lg'an qilur, o'zni shodu mehnatidan elni ham. Ya'ni bu yerda juda ibratli fikr. Bu degani keladigan har bir narsani shod kutib ol. Sen qalbingda g'illig'ashlik qilib, nimaga menga boru, nega boshqaga yo'q, nega u o'zib ketyapti-ki, nega menga bermaydi degan hasadni yig'ishtirib qo'y. Va deydi, o'zni shod qil deydi, elni ham shod qil. Ya'ni mehnatingni qil, mehnating yaxshi samarang bilan xalqqa xizmat qil degan o'gitni beradi. Shokir o'lmay, ulki orzu hisdan doim etgay o'zni g'amgin kimga g'am. Ya'ni odam har bir kuniga, har bir narsasiga shukr qilish kerak. Agar shukr qilmasa deydi, uni ochko'zlik, hirs uni adoyi tamom qiladi va uni g'am bilan ezib har turli baloga giriftor etadi. Shuning uchun mana shu qit'ada odam bergan nasibasiga, bergan kuniga, xalq og'zaki ijodimizda keladi-ku, dam bu damdir. O'zga damni dam dema. Boshing omon, davlatingni kam dema. Demak, nega mening unim yo'q, nega mening bunim yo'q deb odam o'zini ham atrofdagilarni ham qisib kasal qilishi kerak emas. G'amga botirishi kerak emas. Har bir narsaga shukr qilsa, uni shodligi, uni farahidan olam, hayoti ham yashnab gullab ketadi. Shukr bilan hamma narsaga erishsa bo'ladi degan g'oyani aytyapti. Chindan ham shukr qilishda hikmat katta. Yoki bo'lmasa boshqa bir qit'aga e'tibor qaratsak, saxo so'zi kim? Saxiyga zabardastlik va soyil ilgiga mujibi zerdastlik. Bu sarloha. Ya'ni saxo bu saxovat. Saxovat so'ziki saxiyni deydi, saxiy uchun deydi zabardastlik, qo'lini baland qiladi u. Soyil, ya'ni gado tilanchini, ilgini deydi zerdast, xor qiladi. Ilgini so'rovchi qiladi qo'lini. Va qit'a keladi. Kishiki ilgini ustun tilar, saxo qildik. Qo'lida zahri halohilu gar Xizr so'yidi. Ki berguvchi agar o'lsin gadoyi olguvchi shoh, berur ilik yuqoriyu olur ilik quyidir. Bu yerda ham maqol bor. Ya'ni aytayapti, agar kishi qo'li baland bo'lishini istasa, saxiylik qilsin. Chunki uni qo'lidagi beruvchi narsasi zahar bo'lsa ham, uni Haq taolo deydi Xizr suyiga almashtirib qo'yadi. Ya'ni Xizr suyi bu abadiy tiriklik suvi. Ya'ni beruvchi qo'l shunday nima bo'lsinki, ozgina buni ko'chma ma'noda tushunib, ozgina narsa bersang ham uni katta narsa o'rnida qabul qiladi. Bu hadislarda keladi. Kichkina narsa bersa, Alloh taolo uni kichikligidan asragan toy kabi
ulg'aytirib qo'yadi degan hadislar shunaqa mazmundagi borki, xuddi shu mazmun bunda ham bor. Ya'ni kichkina narsang ham katta bo'ladi, qo'lingni baland qiladi. Ki beruvchi agar o'lsin, gadoyu, agar beruvchi gado bo'lsa, oluvchi shoh bo'lsa, berur ilik yuqori. Ya'ni bu yerda gado beruvchi bo'lgani uchun undan yuqori, shoh oluvchi bo'lsa, u pastga turadi. Mana Navoiyning qudrati juda go'zal, ham xalq og'zaki ijodidagi maqol mazmundan unumli foydalanib, ham hadis mazmuni bilan birgalikda omuxta qilib juda go'zal bir o'git berganki, buni o'qigan o'quvchi asardagi o'sha qit'adagi ramz, timsollar mazmunini bilsa, to'g'ri anglaydi, to'g'ri xulosa chiqaradi. Albatta. Yoki bo'lmasa, yomon yomonligini qilmasa, yaxshilikcha bor va bir yaxshilik qilsa, 10 yaxshi qiliqcha degan sarlavha bilan kelgan qit'aga e'tibor qiling. Har kishi kim topsa davron ichra johu e'tibor, kim aning zotida bidodu stam bo'lg'ay qiliq. Yaxshilik gar qilmasa, bori yomonlik qilmasa, qilgancha bordir yaxshilik. Qit'ani birinchi o'qishda tushunmasligi mumkin o'quvchi, lekin qit'adagi har bir so'zning, fikrning zamiriga e'tibor qilsa, ulug' hikmat tuyadi. Bu qit'ani sharhlab ustozimiz Ibrohim Haqqulov juda to'g'ri ta'kidlaganlar. Mana boshidagi 2 satrda har kishi agar mansab, martabaga ega bo'lsa, u yangi qiliq chiqaradi. Kibr, manmanlikka beriladi, hoy-havasga beriladi. Mana shu uchun qit'aning birinchi boshida har kishi kim topsa davron ichra johi e'tibor, ya'ni saltanat, martaba, mansabga ega bo'lsa, uni zotida bidodi sitam bo'lg'ay qiliq chiqarib qoladi u deydi. O'sha xalq og'zaki ijodimizdagi qiliq qilma deymiz-ku, unda bir qiliq paydo bo'ladi. Endi shu yerda aytayapti, yaxshilik gar qil. Ya'ni yaxshilik qilishga qodir kishi kim? Bu ko'proq mansab egasi. Mansab egasiga pand nasihat beryapti. Agar sen shu mansabda turib, qo'lingda davlat bo'lib bir yaxshilik qila olmasang, yomonlik ham qilma. Ana shu yomonlik qilmaganingni o'zi sen uchun yaxshilikdir deydi. Mana bu keyingi 2 misradagi fikr aslida hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kim bir yaxshilikni ko'ngliga tuksa-yu, uni qilmasa, Alloh buni o'z huzurida to'liq yaxshilik deb yozadi. Agar ko'ngliga tugib uni qilsa, Alloh buni o'z huzurida unga 10 ta yaxshilikdan 700 baravarigacha, yana undan da ziyod yaxshilik deb yozadi. Agar ko'nglida bir yomonlik tugsa, lekin uni amalga oshirmasa, bir yaxshilik deb yozadi. Qarang, yomonlik tugsa-yu amalga oshirmasa, bitta yaxshilik deb yozadi. Mabodo amalga oshirsa, bitta yomonlik deb yozadi. Mana o'sha Haq taoloning mehribonligi. Inson bir kichkina yaxshilik qilsa, uni 10 baravaridan 700, hatto undan da ziyod yaxshilik deb yozib qo'yishi. Va Alisher Navoiy aynan shu hadisning mazmunini ixcham va she'riy shaklga solib, yaxshilik gar qilmasa, bor yomonlik qilmasa, qilgancha bordir yaxshilik. Ya'ni yomonligini niyat qilsa-yu qilmasa, uni yaxshilik deb yozib qo'yadi degan hadis fikrini shu qit'aga singdirganlar. Rahmat. Ustoz, qit'ada mavzu keng qamrovlimi? Qit'ada mavzu chegaralanmagan. Hamma mavzu, biz aytib o'tdik, realistik janr dedik. Hayotda qanaqa muammo bor, u qit'ada yechim topgan. Qit'ada ijtimoiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy, ta'limiy masalalar ifodalangan. Shoirlar hayotiy realistik qarashlari, davr va zamonga munosabatlarni aks ettirganlar. Shuningdek, madhiya, marsiya, tarix va chistonlar bitganlar. Demak, shuncha asarlar bitishdan maqsad faqat bir narsa. U ham bo'lsa yaxshilik. U ham bo'lsa o'quvchini komillikka yetishtirish. Va bu borada Hazrat Navoiyning o'sha mashhur qit'alari bor. Kamol et kasb kim olam uyedin, sanga farz olmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondin notamom o'tmak bi ayni irur hammomdin nopok chiqmoq. Ya'ni inson hayotga kelar ekan, u kasbi kamol et. Kasbi kamol nima? Bitta kasbni tut degani emas. Bu o'zingdagi nafsoniy illatlardan qutul, fazilatlarni rivojlantir, o'zingni komillik sari, komillik pillapoyalaridan yuksaltir degan ma'noni anglatadi. Agar inson bu dunyoga kelib bir yomonliklar, yomon fe'l, illatlar bilan yashasa, o'zini tuzatmasa, o'zini axloqini poklamasa,
u go'yo hammomga kirib yuvinmay ketgan odamga o'xshaydi deb xulosalaydi Hazrat Navoiy. Rahmat. Ustoz, bugungi ijodkorlar qit'a janriga qay darajada murojaat qilishyapti? Bugun aksariyat klassik janrlarimizdan ko'p kishi ruboiy yozadi, g'azal ko'proq yozadi, lekin qit'aga murojaat etilmaydi. Qit'a o'sha mumtoz adabiyotimizning shoh vakillari Alisher Navoiy, Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur, Munis, Ogahiylar ijodida uchraydi. Undan keyingi adabiyot chustiylarda bor, chustiy, nodira furqatlarda. Lekin o'sha bugungi zamonaviy adabiyotlarda uncha ko'zga ko'rinmaydi. Qit'a mana shunday falsafiy, ta'limiy, kuchli ta'limiy xarakterga, tarbiyaviy xarakterga ega ekan, bugun tiriltirish kerak deyman. Qit'aning axloqiy, tarbiyaviy kuchidan foydalanishimiz kerak va o'z nasihatlarimizni bugun ijodkorlarimiz mana shu janr takomilini o'rganib olib, shu yo'lda ijod qilsalar yaxshi bo'lar edi. Rahmat. Endi xulosa o'rnidagi fikr mulohazalaringiz bilan ushbu mavzuni yakunlab bersangiz. Xullas, qit'a qat'iy vaznda yozilmaydi. Ruboiy, tuyuq, g'azal kabi uning ma'lum bir vaznda yozilish talabi yo'q. 2 baytdan 12 baytgacha bo'ladi. Matlasi qofiyalanmagan bo'ladi. Juft misralari esa qofiyalanib keladi. Qit'a hozir javob badiha usuldagi she'r dedik. Holat taqozosidan yuzaga chiqadi. Mavzusi keng qamrovli. Unda kichkina narsalardan katta narsalargacha, yerdan to koinotgacha, zarradan quyoshgacha hamma narsa aks etadi. Unda inson hayotining turli qirralari, odob, axloq, ta'lim, yashash, bir-biriga o'zaro munosabat, davlat, boshqaruv, adolat hamma mavzularni topishimiz mumkin. Hayotiy, realistik qarashlar, davr va zamonga munosabat, axloq va odobga targ'ib aks etishi qit'aning ustuvor xususiyatidir. Qit'ada sarlavha bo'ladi. Boshqa janrlardan qaraganda uning o'ziga xos obrazlar tizimi ham mavjud. Shoirning tarjimai holini ham qit'alardan topishimiz mumkin. Masalan, Alisher Navoiyning ayrim bir qit'alari borki, g'azalda 3 kishi tavre durulna deb boshlovchi qit'asida o'sha o'ziga ustozlik qilgan, she'r yo'lida ustozlik qilgan shoirlarning nomini keltiradi. Yoki bo'lmasa qanoat tariqiga kiray ko'ngil deganda uning bevosita naqshbandiylik sulukiga mansub ekanligini ko'ramiz. Ya'ni shoir tarjimai holini qit'alar orqali o'rganishimiz mumkin ekan. Mana shular. Qadrli adabiyot sevar do'stlar, eslatib o'tamiz, siz Toshkent davlat yuridik universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti Nasiba Bozorovaning qit'a janri borasidagi fikr mulohazalarini tingladingiz. Shuning bilan navbatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Adabiyot gulshani.